Har doim tiqib olaman. Bevaqt so'zing yor, qora bag'riga boshing Ta'sirli epizod ketyapti. Ketdi kamera. sevganing yerda. Jonliroq ayting. Короче, ijod qiladigan joying Sadirlo, Chigalov degan joyi shu. O'to'g'lingda yo'raverish. Zo'r. Endi mana bu qiz. Qani bunisini ko'raylikchi, ustozi kim ekan? Yo'q, pastda ishlarmikan. Kimmi? Mana bunisi. Qiz qo'chinglar yo'q. O'yin yana qilmadi. Firza. Umnitsa o'ziga plastinani oldi-mi? Endi qilib. Mashinni. Yo'q. Hasanboy. Hasanboy? Men emas, sudiyda aytyapsiz. Ha. Ishlarkan konditsioner. O'zini bilan yoqaylar. Ketdik. Hozir hal qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Sen o'tir. Ketdik. O'tir. Ketdik Sodi. Nechi? 84 19 84 23. Sağ xijolat bo'linglar. Pishiring. Shuni taqlash kerak. Pastroq bo'lish kerak. Qo'ying. Mayli. Shunday qo'yaver. Endi ochib turganman. Yo'raverish. Bor. Bo'ldi. Yo'q. Sarjani bular. Chiroyli qilinglar buni. Mana qizillari yo'q. Ketirilib ketadi, ayo. Kino Bo'lishi mumkin, yoniga bunday kelib Uyqudagi malika bo'ladimi? Chimildiq bo'ladi. Har doim tiqib olaman. Aka bunaqa qilib turing. Hech nima. Yo'q, tushmadi. Mana men bundoq tursam tushadi, chunki naqshini bu yog'ida turibdi-da. Hay o'lanjon o'lan. Eshitdinglar? O'zgartirib. Ha? Hay o'lanjon o'lan. Kimning to'yi yor. Chiroyli o'ylayapti. Bevaqt so'lgan bo'lguncham qizning to'yi yor-yora, qizning to'yi yor-yora. To'xtab qoldingiz. To'xtadingiz, keyin dilbar baland. Hay o'lanjon o'lan, kimning to'yi yor-yor, kimning to'yi yor-yor. Bevaqt so'lgan gulchechak, qizimning to'yi yor-yor, qizimning to'yi yor-yor. Bo'ldi. Hamma qo'shilishi qizimni to'yi yor-yor, bo'ylarida bo'zlatgan qizimni to'yi yor-yor deb jar bo'ladi. Oq sut bergan onajoning rozi bo'lsin yor-yor deb Dilbar opa alohida baland aytar ekanlar. Qiyomatli otajoning rozi bo'lsin yor-yor. Oppoq libos yarashdi bo'yginangga yor-yor, yetkazmadi ming afsus to'yginangga yor-yor. Oq libosni oq kafanga almashtirding yor-yor. Ketdi olam. Ko'z yoshimga aylantirding yor-yor. Ot bo'ldim deb yor-yor, chimildiqdan kechmoqdasan, yot bo'ldim deb yor-yor, yig'laymiz, yig'laymiz. Bevaqt so'lding yor-yor, qora tuproq bag'riga boshing qo'yding yor-yor. Shunda hamma yana qizimni to'yi yor-yor, bevaqt so'lgan gulchechak to'yi yor-yor. Bo'ldi. Hamma yig'lab. Kino olyapmiz, azizlar, siqilmanglar. Kino. Kinochimi biza? Davay, olamiz. O'qib. Qani bismillah. Mana bu xona deganingiz ham shu yerdami? Qaysi bu? Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Mana bugun syomkamizda juda ham ta'sirli epizod ketyapti. Ketdik kamera. Yuragi yaqinda ko'rma. Yuragi. Tur, kirib kelasan. Nimjonlar ko'rmasin. Yuragi bo'shlar dedim. Yuragi bosh. Yuragi silab Aslan yuragi bo'shlar ko'rmasin. Sababi hozir eng nozik insonni qalbini Ketdik titratadigan kamera. epizod olinadi. 84 25. O'tirib olinglar. Nachilik. Orqadan hech kim yurmasin. Dilbar jonim bolam. Meni bevaqt tashlab ketding jonim bolam, yig'lab aytdi.
Qizim, Qabrzoda qizim. Aslo kiradimi? kirib keldi. Tuman, ke. Aya sezdingiz Arslon kelganini? Assalomu alaykum. Kuyov keldi qizim. Safarda. Kuyov keldi. Sevganing keldi. Ha. O'lanni ayting. Qo'yaman nima? Ayting. Hay, O'lanjon o'lan. Kimning to'yi yorli? To'yi. Yo'q. Hali emas, qizlarsizlar. Jonliroq ayting. Yana. Hay. Ana endi bering jonni. O'qi. Bevaqt so'lgan bulg'uncham. Qizning to'yi. Ayayam boshladi. Bugun bizni yig'latgan qizimni to'yi yor. Pichirlab aya, pichirlab ovozda rechivoy. Ona ketadi. Sizlar aytaveringlar o'shani. Yor deb hamma aytadi. Aya, bugun bizni yig'latgan qizimni to'yi yor. Ko'mil opa siz shuni muzikantni qilib aytavering. Bo'ylarida bo'zlatgan qizimni to'yi yor. Nabiramni to'yi yor. Oy, onasi oq sut bergan onajonning rozi bo'lsin yor. Qiyomatli otajoning rozi bo'lsin yor. Oppoq libos yarashdi bo'yginangga yor. To'yginangga. Stop! Yetadi hozircha. Nima ularga qo'shilib aytasa, ularga yetkaz. Bunda chalg'itmay dedingiz, sizdan keyin eshitdim. Ular so'zni bilishmayapti-ku. Bo'ldi, boshini bilishadi. Kameraga o'ylab tursanmi? Sizlar ham aytadigan joylaringiz bor endi. Bizdan ko'zimizga o'xshaydi. Birinchi bu bilan nima onaga qo'yaylik, bosib. Bu bilan onaga. Keyin yo'qqa Jeki Chancha tashlaymiz, yo'qqa bitta o'ziga nima qo'yamiz. Nayi zartez. Nima yurak qo'ncha. Qarasizmi? O'zi birinchi yosh versiyasi bo'larkan, hech kim menga qarab ishlamadi. Aslida ikkita sabab ketdim deymanda. Yechib tur. Bo'lishi bilan Endi bildim siz qanaqa aytishni. Endi ko'p qaramang. Qabriston gaplashib keldik. yuzga mana bunday qarab. Tuzuz. Sohil aka keldi. Assalomu alaykum. Gnida personajimiz. Assalomu alaykum. Senzura degan narsa kamayib ketyapti odamlarimizda. Assalomu alaykum qirmizi xonadon muxlislari, charchamayapsizlarmi? Bu suvlarda kuninglar qanaqa o'tyapti? Menimcha bu suvda muzdek maxito kelyapti. Savoli qirmizi xonadonni ko'radigan Havobod, to'g'rimi? Maxitoga reklama olamiz, esingizda. Maxito bizga aloqaga chiqing. Xuddi shunday. Menga qo'shilaman. Menga klubnikalik yoqadi. Menga aytsin. Reklama bo'lib ketdi. Xafa bo'lish yo'q. Mana qilmaydi. Realniy reklama ketdi.
Sen logistik. Qanday sekin o'tib olib mana Maxito g'oz tepadi. Sen logistik Xitoyda elektromobil olib kelmoqchimisiz? Sen logistikga murojaat qil. Bu o'zimning kompaniyamda. O'sha. Kichkina elektromobillar ham olib kelasizmi? Ha, olib kelaman. Zo'r elektromobillar ko'rdim. BYD Seagulldan tortib, o'sha kichkina u siz aytadigan kichkina bo'lmaydi agar u bo'lsa, BYD Seagulldan tortib, anaqagacha Xiaomi Su 7tagacha hammasi bor. B9, B9. Uyg'oning, o'zingizga keling. Mana xirili qilsardi, mana berilib kel. Bola uyg'onmagandagi Zo'r chiqdi lekin u kadr. baqirasan deganida aytib tursam. Zo'r chiqdi lekin o'sha kadr. Charib berasiz, hozir kakrasiz ketib qolmaydi. Ya shu yerdaman-ku, ha? Hali ham 4 qilamiz. 4 olib keldik. Men videoga olib beraman hozir. Ya, hosillik olasiz. Nachilik. Ko'z ko'taramiz Komil opa. Jonim bolam. Ko'zni ko'tarib ishlaymiz. Yaqinga bormang, aya. Meni bevaqt tashlab ketgan jonim qizim. Qizim Shahrizoda. Ay, jonim qizalog'im. Jonim bolam deb baqirdi. Jonim bolamdan beri Komil opa. Jonim bolam. Cho'zib jonim bolam. Jonim bolam. Ber. Arslon keldi. Yuz pastroq ishlating. Arslon keldi. Aya, sezdingiz Arslon turganini? Sekin. Kuyov keldi qizim. Jivonim qizim. Kuyoving keldi. Sevganing keldi. Sevganing keldi. Komil opa. So'zsam ayadan ajratib bermayman. Aya. Gul yoshida so'rgan gul chechagim. Gul yoshida tug'ilgan. Onasi-yu buvisini xor yig'latib ketayotgan dilbandim. Onasi bilan buvsini qon qaqshatib ketgan dilbandim. Bevaqt xazon bo'lgan bulg'uncham. Rostani qalay o'zi. Bu holda o'lgan bo'ladi. Amil kim qiladi? Ozdagi xumay kech. Ketib bo'ldilar shundoq. Ketishim kerak. Aya, qarang. Balisidan olib kelgan bo'lsa hamchi bosh tomoniga mananda oq bilan qo'yib qo'yadi. Yalang'och yotmaydi hech qachon. Hech bo'lmasa bunday ro'molni tashab qo'yinglar. Jag'i baylangan bo'ladi, mayli baylamaydi yoshda. Mana bu yerda yalang'och hayotda yotganda ham yoshlar, kelinlar ham bilib qo'yinglarki, turmushga chiqsa, uylasa, yoshlar hech qachon ko'rpada yotayotganda yalang'och kichkina chitura bo'lish kerak, boshida ro'mol bo'lish kerak. Bo'ldi. Demoqchiman, tahorat bilan yotilib, boshda kichkina ro'mol bo'lish kerak, yotirish kerak. Boshda nihoyatda ehtiyot qilish kerak. Har narsa boshqa nima bo'lishi mumkin. Qo'nadi har narsa yoki kichkinagina chitura o'rog'ida tushib ketsa tushib ketar yotganda. Lekin yotayotganda chitura bir kichkina ro'mol. Boylash kerak. Endi hozir buni boylamayapti.